Assalomu alaykum. Angren shahri barchaga xayrli kun. Ko'rib turganingizdek, mana bugun bitta yaxshigina katta dachani obzoriga kelganmiz. Obzorimizni boshlaymiz. Kirib kelganimizda tashqari tomonimizdan ko'rishingiz mumkin, shlaka blok qo'yilgan, bu yoqda darvozalar qo'yilgan. Shlaka blok bilan yopilgan. Pastki qismimiz hali yopilmabdi va bu tomonimiz to'g'rimiz ham yopilgan. Bu tomonni esa chap qo'limizni endi hozir qilishyapti uy egalari. Mana poydevorlar tortilyapti. Uyimizni obzoriga o'tishdan oldin ko'rishingiz mumkin, bog'imizda anor mevalarimiz bor. O'ng qo'limizda esa kattagina o'rigimiz bor va bu yoqda uy egalari aytayaptiki, hozir mana olmalar, giloslar ekib qo'yilgan, yaxshi zotli o'sha navlaridan 2 yil ichida hosilga kirar ekan. Inshaalloh 2 yil ichida bemalol mazza qilib olsa bo'ladi va svet, suv, gazdan muammosi yo'q. Faqat gazni muammosi shu ichkariga olib kirish kerak. To'lovlar qilingan, hali uy egalari olib kirmagan. Shlaka blokdan uyimiz qurilgan, ko'rib turibsiz, kattagina holatda bo'lib turib, hozir uy ichkariga o'taman. Kanalizatsiyalarimiz bor. Bu tomondan ham muammolari yo'q, hammasi qilingan. Xo'p, bog' qismimizni ko'rib turibsiz, mana shunaqa holatda. Uyimizda endi ichkari qismiga hozir o'tamiz. Ichkari qismiga keladigan bo'lsak, shlaka blokdan mana qurilgan 4 ta xonadan iborat. Mana bu joyda ham xuddi shunaqa mana akfa oynalar qo'yilgan. Eshigimiz ham yaxshi holatda, yaxshi eshik qo'yilgan. Bundan o'tadigan bo'lsak, bu yoqda ham xuddi shunaqa mana ko'rib turibsiz, yaxshi holatda. Bu yog'imizda esa o'sha yuvinish xonasi, ya'ni sanuzel deymiz. Xalq tilida aytganda, xalq shu sodda turib o'rganishgan. Xo'p, bu tomonimizda endi mana orqa tomonimiz. Orqa tomonimizda ham ko'rishingiz mumkin, mana shunaqa holatda bo'lib turibdi. Xo'p, bundan keyin o'tadigan bo'lsak, bu yog'imizda yana bitta xonamiz bor. Mana bu joyimiz penoblok bilan qilingan ekan, yaxshi holatda turibdi. Uyimizni ko'rdik. Manzilga keladigan bo'lsak, manzilimiz Angren shahar avtostansiya deydi. Xalq avtostansiyada Forsaj degan vulkanizatsiyamiz bor. Vulkanizatsiyadan shundoq 200 metr pastlikka tushganimizda mana shu joyimiz joylashgan, dachamiz. Kimga dacha kerak bo'ladigan bo'lsa, tanishlaringiz bo'ladigan bo'lsa, bu videoni jo'natib qo'yadigan bo'lsangiz, ularga ancha yaxshilik qilgan bo'lasiz, chunki balki mana shu dacha ularga nasib qilib qolishi mumkin. Kanalimizga obuna bo'lishni unutmang va eng qiziq joyi, hammaga narxiga keladigan bo'lsak, bu joyga narxi egalari 35 ming dollar narx so'rashyapti. Pastda telefon raqamlarini qoldiramiz, bemalol telefon qilib baraka qilsalaringiz bo'ladi. Sunnatiga 1-2 so'm o'tib beradigan joylari bor. Aytganimdek, atrofimiz hammasi yopilgan, bu tomonimiz endi yopiladi. Xullas, kelasiz, mana shu uy ichini ta'mirlaysiz, bo'ldi, mazza qilib yashaysiz.